Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam uyda o'tirgandilar. Bir tuya yugurib kelyapti. Tuya yugurayotganda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam jonzotlarni ham tilini tushunardilar. Al-aman, al-aman deyapti. Tuya Rasulullohning mo'jizalari. Al-aman ya Rasululloh, al-aman. Omonlik ey Rasululloh, omonlik. Orqadan ularning egalari quvib kelyapti. Tuyani quvib kelyapti. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam tuyani ushladilar, sahobalarga berdilar. Nima gap dedilar? Shunda tuyaning egalari aytdi, biz bu tuyani falon joydan falon pulga sotib olganmiz. Bu tuya bizniki, bizdan qochyapti. Shunda tuyadan so'radilar, sen nega bulardan qochyapsan? Seni xo'jayinlaring bu, sen noto'g'ri ish qilyapsan ekan. Nega qochyapsan deganda, ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedi. Men toki bular bir narsaga va'da bermagunicha men bular bilan bormayman, o'ldirsa meni o'ldiraversin. To bir narsaga va'da bermagunicha men bularning xizmatlarini qilmayman dedi. Tuya ya. Nima gap deganda, meni sotib olgan mahalla mana bular xufton namozini o'qimay yotadi. Xufton namozini o'qimaydi yoki kech yotadi. Keyin bomdodga turmaydi. Kech yotganda shular to namozlarini to'liq qazo qilmasdan o'qiyman deb sizga va'da bermagunicha men bularning xizmatlarini qilmayman, men bormayman bu bular bilan dedi. Nega dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Bular bomdod bilan xuftonni qazo qilyapti, namozlarni qazo qilyapti. Men qo'rqamanki Alloh taolo bularni ustlariga bir balo yuborsa, o'sha joyda men ham kuyib ketaman. Shuning uchun men bulardan qochaman, men bormayman bular bilan dedi. Qarang, endi birodar savol. Bir kunda o'zi nechta namozni qazo qilamiz biz? O'zi o'qiydiganimiz jumadan jumagacha-ku. O'sha ham nima? Mehmon kelmasa, bir ishimiz ko'p bo'lmasa, yoki qanaqangidir jumadan keyin o'rtoqlar bilan qanaqangidir ziyofatlarimiz, o'tirishlarimiz bo'lmasa, shunaqa. Qolgan namozlarchi? Shayton bitta sajda qilmagani uchun la'in bo'ldi. Siz bir kunda u umri davomidagi bitta sajda qilmagani uchun la'in bo'ldi. La'natlar ostiga qoldi. Siz bir kunda nechta sajda qilmayapsiz?